Assalomu alaykum. Magazin 136 YouTube kanalimiz obunachilari. Boshlagan kunlaringiz xayrli va barakatli bo'lsin. Ya'ni birinchi kun sanitarniy dem bo'lishini qaramin. Bilasizlar, bizada birinchi kun Urganch buyum bozori dam olish, ya'ni sanitarniy dem bo'ladi, lekin biza magazindamiz. Dostavkalarni o'z vaqtida chiqarib berish uchun magazinimizga keldik. Hurmatli mijozlarimiz, narsalarni osilib turganda ahamiyat bermaysizlar, shu narsa deshan tarafdagi tovarlarimizni ichana kiritib qo'yibmiz. Hurmatli mijozlarimiz, birinchi dostavkamiz, xudo xolasa, o'zlarimizni постоянный eng aktiv klientlarimizdan biri Bahodir og'amizga Buxoro viloyatini Qorako'l tumanidan xudo xolasa chiqarib beratirmiz. Ikkinchi dostavkamiz esa o'z vaqtida chiqib beratir yana. Fore Triko Turkiya firmalarining eng arzon firmalaridan biri mahsulotimiz, xudo xolasa. Ikkinchi trikomiz. HB xolodok material, xavotirish вообще garantiyali narsalardan biri bo'ladi. Hurmatli mijozlarimiz, ko'rib o'zlaringiz bemalol bahosini barabarishlaringiz mumkin. Keyin shuni ustine tushadigan marlovka materialda futbolka chiqarib beratirmiz. Ya'ni bilasizlar, Georgia firmasidan marlovka materialdagi futbolkamiz bo'ladi. Mahsulot вообще konkret narsalardan biri bo'ladi. Hurmatli mijozlarimiz, bemalol dostavka bo'yicha ham telefon qilsangizlar bo'ladi. Dostavkamiz Urganch shahri bo'yicha ham bor, viloyatlar ham bor dostavkamiz. Bemalol viloyatlar ham dostavka qilib chiqarib berib bilamiz. Hozir shunda shu ko'rib turgan futbolka, 2 dona trikomiz Samarqand viloyatida bo'ladi. Ikkinchi dostavkamiz esa bu albatta dvoyka mahsulotimiz bo'ladi. Bu Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida bo'ladi. Bemalol dostavka bo'yicha telefon qilaverasizlar. Urganch shahri bo'yicha, Xorazm viloyati bo'yicha, butun respublika bo'yicha dostavka qilib chiqarib beramiz. Bemalol kelaverasizlar. Adresni aytadigan bo'lsam, adresimiz Urganch buyum bozori, 3-qator, 136-magazin. Hammangizni magazin 136 da kutib qolamiz. Agar hozir videomizni ko'rib turgan bo'lsangizlar ham bemalol kelsangizlar bo'ladi. Xudo xolasa, hali do'konimiz bugun soat 4:00 gacha shu magazinda bo'lamiz. Kelaverasizlar, hammangizni magazin 136 da kutib qolamiz.